bir man tavsiya qiladigan bu 5 ta kino ro'yxati g'irt subyektiv. Mainstream bo'lib ulgurmagan, siz ko'rmagan kinolarni topib yozganman. Absolut spoiler qilmaslikka harakat qilaman. Top 5. The Truman Show. Janr drama, komediya va sci-fi. Bosh qahramon Truman hayoti asli soxta ekanligini bilmay yashaydi. Hamma narsa, uylari, do'stlari, hatto ob-havo ham sahna ko'rinishi bo'ladi. Bu kino ham o'ylantiradigan, ham kulgili bo'lgan haqiqiy san'at asari. Nolan bratimning fikricha bu filmdagi eng qo'rqinchli narsa Truman emas, uni kuzatayotgan jamiyat. Xullas, siz bu film orqali yaxshi bir hissiyot olasiz. Top 4. Pulp Fiction. Janr jinoyat, drama va dark komediya. Bu kino qirlab qon, zo'ravonlik, kulgu va falsafani o'z ichiga olgan. Film boshidagi voqealar biroz tushunarsiz, ammo keyinchalik u miyangizni portlatadi. Qachonki Sigma Type kino haqida gap ketsa, birinchi bo'lib Pulp Fiction hayolimga keladi. Top 3. Seven. Janr jinoyat, triller va detektiv. Bu filmda bosh qahramonlar 7 ta qotillikni ochishga harakat qilishadi. Jinoyatchi har bir gunoh uchun bitta jinoyat qilgan bo'ladi. Atmosfera birozgina qo'rqinchli. Ko'ring, faqat yig'lamang. Like bosing. Top 2. Shutter Island. Janr psixologik triller, detektiv va drama. Bu filmda ikkita marshal ruhiy kasallar oroliga boradi. Hamma narsa juda shubhali ko'rinadi. Har xil personajlar, gallyutsinatsiyalar. Bu kinoni ko'rsam doim 1984 esimga keladi. Bilmadim negalik. Film oxirida esa va nihoyat top 1. Old Boy. Janr triller, jinoyat va drama. Bosh qahramon noma'lum sabab bilan 15 yilga qamoqqa olinadi. Keyin birdaniga ozod qilinadi. Qahramon kim nima sababdan meni 15 yilga qamadi degan savolga javob izlaydi. Pauza qilib har bir voqeani to'liq anglagan holda ko'rishingiz shart bo'lgan kino. Bonus film Parazit. Janr drama, triller va komediya. Bu film yuqori sinf ziddiyati haqidagi global kontekstda ishlangan art. Har bir detal, kamera harakati, kulgu-yu qo'rqinchli tonlar bari ideal darajada ishlangan. Ogohlantiraman, yuqorida aytgan top 3 talik filmlarimni iloji boricha 100% fokus bilan tushunib, to'xtatib, tahlil qilib ko'ring. Aytgan 5 ta filmim ham o'zbek tilida bor. Telegram kanalimga kinolar linklarini post qilib qoldiraman. Video 1k like yig'sa, top 5 ta animatsion filmlarim haqida ham video tayyorlayman. Zoomer Punk siz bilan bo'ldi. Good luck bro.